2018 yil Captiva 4'imiz bor do'stlar, sotiladigan. Sostenasi zo'rindan, qaranglar sostenasi mana bu. Captiva 4'ning o'zi bo'ladi. Hech pedelka bo'lmagan 2018 yil bo'ladi. Yil ham kraskasiga keladigan bo'lsak, do'stlarimiz kraskasi yumshoq krelda lak sapirgan yeri bor dedilar. Keyin shu ishkinda petno bor dedilar kichkina. Eldan aytib o'ting. Keyin mashinamizda propan bo'ladi do'stlar, metani yo'q. 100% hamma yeri zo'r holatda turibdi mashinamizni. Mashina egadan bo'ladi. Kilometr 189 ming kilometr yuribdi ekan mashina. Ishlari zo'r holatda, chexollar, poliklar, mana shu tasavvurlar. Ichini diskalar qo'yilgan 20 lik chiroyli diskalar. Ishlar ham normal holatda turibdi. Hech yerda bir urinib, dürtülüp net gitmeyen mashina çok holatda turibdi ham yeri. Bu holatlar ham normal holatda. Ishlar ham akkuratni hayalgan mashina. Shunning sostoyaniyada mashina do'stlar. Buni bahasini keladigan bo'lsak do'stlar, bahasini 177 million so'mga qo'yamiz do'stlar. Yana ustida ozgina kelishadigan yeri bor. Prямо yegan nomerni yozib qo'ying, egasini telefon turib so'ralashaverasizlar. Keyin buni bir variant ham bor do'stlar. Ko'p odam durara so'raydi, yo kreditga so'raydi. Tayyor krediti bor do'stlar. Kreditni davom qildirsangiz ham bo'laveradi. Egasi bilan gaplashasizlar. Anaqa bo'lsa, beraman deb turibdi. Kreditni davom qildirsa, xolasangiz naqd pul berasiz, naqd pulni to'lab turib, yopib, sizlar oldingizga o'tib beraveradi. Xolasangiz davrningiz bilan kreditni davom qildirsangiz ham bo'laveradi. Kim ham ma'qul kelsa, telefon uraversa Captiva 4 bo'ladi, 2018-yil JK2 Suite bo'ladi. Propani bor. Balolar yaxshi holatda. Kim ham ma'qul kelsa, telefon urib so'ralashaverasizlar.